Hammaga salom, men Mustafa. Bugun siz bilan hammamizni qiziqtiradigan mavzuda gaplashamiz. Ingliz tilida ishonch bilan ravon va tabiiy gapirish haqida. Men AQShda yashash baxtiga muyassar bo'lganman. U yerda yashash menga juda ko'p narsani o'rgatdi. Lekin rostini aytsam, ingliz tilini men shunchaki sehr bilan o'rganmadim. Men qanday qilib aniq, ravon va tabiiy gapirishni o'rgandim. Shunga bugun sizlarga ingliz tilini gapirishni yaxshilash uchun 5 ta eng yaxshi maslahatimni beraman. Hattoki siz shu yerda O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz ham foydasi katta. First tip: stop studying, start speaking. Birinchi maslahat: o'qishni to'xtating, gapirishni boshlang. Eshitganda g'alati tuyuladi, to'g'rimi? O'qishni to'xtat. Lekin sabr qiling, hozir tushuntiraman. Ko'pchilik o'zbek o'quvchilar juda ham ko'p vaqtini grammatikaga, testlarga va mashqlarga sarflaydi. Yaxshi, lekin til bu matematika emas. Bu muloqot. Agar siz ravon gapirish xohlasangiz, siz har kuni gapirishingiz kerak. Hattoki o'zingiz bilan bo'lsa ham. Masalan, I'm making tea right now. The water is boiling and it smells really good. Shunchaki misol. Yoki o'zingizni vlog olib turgandek tasavvur qiling. Kundalik ishlaringizni, rejalaringizni yoki sevimli bo'lgan taomlaringizni ingliz tilida ayting. Ma'no shuki, sizning miyangiz va og'zingiz ingliz tilida o'ylashni o'rganish kerak. Va eng muhimi, qo'rqmang. Ko'pchilik noto'g'ri gapiraman deb o'ylaydi. Lekin biz xatolarsiz o'rgana olmaymiz. Bola yurishni yiqilib turib o'rganadi, to'g'rimi? Til ham xuddi shunaqa. Har safar xato qilganingizda miyangiz yangi yechim topadi. Shunga o'zingizga o'zingiz hech narsa bo'lmaydi, gapiraman deb aytavering. Agar zeriksangiz, telefoningizga ovozingizni yozdirib olib, o'zingizni tinglab ko'ring. Qiziq tuyuladi va o'zingizni tahlil qila olasiz. Second tip: copy native speakers. Ikkinchi maslahat: inglizlar kabi gapiring. Bu usul hayotimni o'zgartirdi. AQShda yashaganimda shuni sezdimki, inglizlar darslikdagi kabi gapirishmaydi. Ular ohang, ritm va his tuyg'ular bilan gapirishadi. Siz ham shunday qiling. YouTubedan yoki film parchasidan qisqa videoni tanlang va o'sha odamni takrorlang. Bu shadowing deyiladi. Ohang, talaffuz, tezlik. Hammasini taqlid qiling. Bu xuddi sportchi yoki qo'shiqchi kabi mashq qilishga o'xshaydi. Og'iz mushaklaringiz o'rganadi, talaffuzingiz yaxshilanadi va ancha tabiiyroq gapira oladigan bo'lasiz. Third tip: surround yourself with English. Uchinchi maslahat: ingliz tilida yashang. Ingliz tilini o'rganish uchun albatta chet elga chiqish shart emas. Siz o'zingizni inglizcha dunyoyingizni shu yerda yaratishingiz mumkin. Telefondagi tilni inglizchaga o'zgartiring. YouTube yoki Netflixni ba'zida subtitrlarsiz tomosha qiling. Yurayotganda yoki ovqat pishirayotganda podcast eshiting. Ijtimoiy tarmoqlaringizda ham ingliz tilidagi kontentni ko'ring. Miyangiz asta-sekin ingliz tiliga o'rganadi. Bu xuddi siz chet elda yashayotgandek, lekin raqamli versiyasi. Jadval tuzsangiz ham bo'ladi. Dushanba video kuni, seshanba podcast kuni, chorshanba inglizcha maqol o'rganish kuni. Shu tarzda har kuni ingliz tili bilan oz-ozdan yashasangiz, ingliz tili siz uchun majburiyat emas, odatga aylanib qoladi. Fourth tip: find a speaking buddy. To'rtinchi maslahat: suhbatdosh toping. Gapirishni faqat gaplashish orqali yaxshilash mumkin. Do'stingizni toping. Yana kimdir ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsa, ular bilan kamida kuniga 10 daqiqa suhbat qiling. Bu juda tez yuksalishga olib keladi. Agar sizda bu imkoniyat bo'lmasa, video tagidagi havola orqali Telegram kanalimga qo'shilib oling. Shu yerda asosan ingliz tilini o'rganish uchun barcha kerakli ma'lumotlar bor va har hafta IELTS speaking mashqlari ham o'tkazamiz. Fifth tip: make English fun. 5-chi maslahat: ingliz tilini zavq bilan o'rganing. Eng muhim sir zavq olish. Agar ingliz tili sizga zerikarli bo'lsa, tezda to'xtatib qo'yasiz. Shuning uchun ingliz tilini o'zingiz yoqtiradigan narsalarga bog'lang. Pishirish yoqtirasizmi? Inglizcha retsept videolarini tomosha qiling. O'yin o'ynaysizmi? Ingliz tilida o'ynang. Filmlarni yoqtirasizmi? Unda ingliz tili yoki inglizcha subtitrlar bilan ko'ring. Masalan, Friends serialini har kuni tomosha qilishingiz mumkin. Dastlab subtitr bilan, keyin asta-sekin subtitrsiz. Shu orada juda ko'p iboralarni tabiiy o'rganasiz. Sevimli film yoki o'yin orqali ingliz tilini o'rganish eng samarali yo'llardan biri. Shunda ingliz tili sizning hayotingizni bir qismiga aylanadi. Tabiiy ravishda o'rganasiz. Xulosa qilib aytganda, birinchisi har kuni ingliz tilida gapiring. Ikkinchisi asl inglizlarga so'zlash bo'yicha taqlid qiling. Uchinchisi ingliz tilida yashang. To'rtinchisi suhbatdosh toping. Beshinchisi va eng muhimi zavq bilan o'rganing. Men ingliz tilini ko'proq chet elda o'rganganman, lekin siz ham O'zbekistonda turib shunday darajaga yetishingiz mumkin. Muhimi izchillik, doimiylik. Bir kun kelib siz ham kimnidir ilhomlantirasiz. Chunki har bir o'rganilgan so'z, har bir mashaqqatli mashq kelajakdagi siz uchun sarmoya. Shunchaki boshlang va orqaga qaramang. Doim mashq qiling, tabassum qiling va keyingi videoda ko'rishguncha. Thanks for watching and I'll see you guys next time. Peace.